bor, 30 urveni bor. Shu urvenlar o'zgartiriladi. 77 62 24 62. Boshqa hech qayerga tegilmaydi. Indikatorda nastroykasi shu. Indikatorimiz mana aktiv bo'ldi. Keyin Fibonacci nastroykasini tashladik. Xuddi shu holatda Fibonacci nastroykasini to'g'rilab olasizlar. Alohida qilib saqlab olsanglar, faqat mana shu Fibonacci ishlatmay, o'zingizlarning Fibonaccilarni ham ishlataverasizlar. Mana shunday mana Japan strategiyasi, ichki o'yin odatiy xuddi shunday qilib. Endi bu strategiyada ishlash. Tepa 77-62 urvenimiz, past 24-62 urvenimiz. Biz qiladigan ish birinchi o'rinda M3 time frame ga o'tib olamiz. Bu strategiya faqat M3 time frame ga ishlanadi. Shu tepa 77-62 urvenga yetib kelganda sразу biz sell bitim ochamiz. Mana bu switch yetib keldi. Bu switch yopilishini kutishimiz shart emas. Shu yerga yetib kelishiga sразу sell bitim ochamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz shu urven switch yopilishini kutamiz va Fibonacci'ni olib bir urvenni shu switchning tanasiga 0 urvenini eng yonidagi zonaga qo'yamiz. Agar shu darajada yaqin bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi zonaga qo'yamiz. Agarda soyasi bo'lsa, soyasiga, soyasi bo'lmasa, tanasiga qo'yiladi. Martingale asosida ishlanadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tururing aka, tushuntiring. Shu yerdan sell bitim ochilgandan keyin birinchi take profitimiz 0.5 zonamiz bo'ladi. 1.5 zonaga, 2.5, 3.5 shu zonalarga biz limit qo'yib chiqamiz martingale asosida. 0.01, 0.02, 0.04, 0.08 shu tariqa limit terib chiqamiz va bu yerda mana bu 1.5 zonamizdan 0.02 lotli сделкamizni olyapti va bir zonamizga qaytib take profitimizni beryapti. Qoidamiz martingale asosida har bitta limitimizni olganda take profitimizni ham surib ketamiz. Faqatgina biz bir oraliq zonada ishlaymiz. Bu strategiyada xuddi shunday ishlanadi. Hamma oldindagi qolib ketganlarni stopini ham o'sha yerga jildirib qo'yar ekanmiz, to'g'rimi? Yo'q, aka stopi bo'lmaydi, faqatgina take profiti bo'ladi. Sabab martingale asosida ishlaydi. Misol uchun birdan o'tib ketsa, stop bo'ladi, zarar bo'ladi. Birdan o'tib ketsa, misol 3-lili 3-anaqaga stopini qo'yib qo'yamizmi? To'rdan qaytib kelsa-da, misol uchun. Limitga qo'yasiz degan. Qarang. To'rdan 3ga qaytsa, qolgan hammasini yopib borasiz. Mana bu holat bo'lsa, o'sha narsani bozorda mana bu joyda stop qilish kerak-da. Qarang, mana bu bir zonadagi limitingizni oldi, take profitingiz mana bu joyda bo'ladi, lekin urmadi tepaga chiqib ketdi. 2 urvenni oldi, 3 urvenni oldi, 4 urvenni oldi, 5 urveningizga yetib keldi. Siz martingale asosida ochgan lotingizni двойной qilib ketasiz va sizga take profitingiz stop loss qo'yilmaydi bunga. Take profitingiz bir zona bo'ladi. Misol uchun mana bu joydan 0.01 ochgan bo'lsangiz, mana bu 5-zonaga borib, mana bu joyga qaytsa shu 0.01 da ham o'pshi yopib borasiz. Sabab lotingiz kattalashib ketgan, 2x asosida ketgan lotingiz, siz o'pshi hisobda daromadda bo'lasiz, bir zona qaytib berishiga. Yo'q, o'shanda omma stop qo'yish kerak-da, baribir o'sha yerga. Ya'ni yopgandan keyin-da yopib borishi menimcha, misol yengili chiqib qolsa, nima qolishi mumkin-ku? Yengili chiqsa dang'alat olib ketib qolishi mumkin. Yengili chiqqanda ham 4-5 tani yopib bitta yopib chiqmaysiz-ku. Zakritik qilib o'pshi yopib borasiz-da. Biz sizga bir zona qaytib ishlayman-da, misol uchun unaqa o'pshingiz yo'q. To'rda ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha bir zona qaytib berishiga iloji rushni yopasiz-da hammasini. Bu strategiyani qonuni shu. Bo'ldi aka. Yo'q, misol uchun har bitta ko'tarilib ketganda mana stopini jildirib ketsa bo'ladi-yu. Baribir kelsa tekka oladi. Bu aka qo'shimcha kirgizish strategiyaga o'zingizga bog'liq. O'zingizning pulingizga, o'zingiz shotingizda ishlaysiz. Lekin bu Japan strategiyasi bo'yicha stop loss qo'yilmaydi, shu tariqa ishlanadi. Agarda o'zingiz siz stop bilan ishlayman deydigan bo'lsangiz, o'zgartirish kiritib, u yog'i o'zingizga havola.
lekin Japon strategiyasi nafsga qarash. stop qo'yilmaydi ekan. Da, misol uchun endi men nima aytaman-da, misol uchun osonlashtirish uchun-da, men o'zim uchun tushunyapman shunaqa deb oson deb. Misol bitta limitni olgandan keyin uni pastligini stopini qo'ysa, chunki uni take profit ham o'tda bo'ladi-yu, avtomatik yopilib ketadi deyapman-da. Uni bitta yopish hojat qolmaydi keyin. Bitta limitni oldimi, o'sha mana buni stopini u yoqqa qo'ysa bo'laveradi-da. Chunki take profit bitta liniyada bo'lib qoladi stop bilan.